بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المسلمين الله تعالى o'ziga loyiq beadad hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarlarning xotima kunandasi bo'lgan siz biz ummat uchun eng mushfiq va mehribon zot payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalomga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh azza va jalla barchalarimizni bu Baytulloh sari bosgan qadamlarimizga ajr va azim hasanot bersin. Hadis muborakda va'da qilingandek jum'adan jum'agacha bo'lgan xato kamchiliklarimizni Xudo taolo o'zi kechirgan bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugun biz bu Baytullohga, masjidga ustozlarimizdan ish o'rganish maqsadida ularning tajribalarini o'rganib, o'zimizni masjidimizda ana shu o'rganilingan tajribalarimizni joriy qilish maqsadida bu joyga qadam bosarkanmiz. Mana ustozimiz Kamoliddin domla, Zikrullohxon qori domla bularni qilgan xizmatlari siz azizlarga beqiyos. Alloh jalla va ala bu domlalarimizni, ustozlarimizni qilayotgan xizmatlarini o'zi qabul aylasin. Bularni yo'llarida siz azizlar kamarbasta bo'lib xizmat qilib turibsizlar. Parvardigori olam bu Baytullohga qilgan xizmatingizga Alloh ajr azim hasanot bersin. Bugun juma mavizamiz islomning ustunlaridan biri bo'lmish. Islomning asosiy 5 ustuni bo'lsa, shulardan biri namoz hisoblanadi. Mana shu namoz haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni bugungi mavzuimiz namoz saodat kaliti degan mazmunda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Bunyal islamu ala khams. Islom 5 narsaning ustiga barpo qilindi. Ya'ni oddiyroq tushuntirishga harakat qilamiz. Mana shu deylik masjidimizning binosi bo'lsa, masjidni ko'tarib turgan ustunlar bor. Mana shu ustunlari bo'lmasa, bu masjid binosi o'rnida tikka turmaydi, qulaydi. Demak, islom dinini ham go'yoki mana shu bino deb bilinadigan bo'lsa, binoning ustunlari bor. Ustunlaridan biri bu namozdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bu 5 vaqt namoz to'g'risida juda ko'p hadislar rivoyat qilingan. Ana shu hadislardan biri An Abi Hurayra radhiyallohu anhu, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. As-salavatul khams, 5 vaqt namoz, wal jum'atu ila al-jum'a, jum'adan jum'agacha, va ramadonu ila ramazon, mukaffiratun lima baynahum idza ijtunibatil kaba'ir. Ramazondan ramazongacha agar banda mana shular orasida kabira gunohlardan saqlanar ekan, orasidagi ba'zi bir sayyiotlarni bular o'chiruvchidir dedilar. Demak, inson ixlos bilan bugun bomdod namozini o'qib, inshaalloh mana juma namozlariga, deylik peshin namozlariga yetib keladigan bo'lsa, oralarida agar kabira gunohlardan saqlansa, insonchilik bilan qilingan ba'zi bir sayyiotlarni mana bu 2 namoz orasini gunohlarni o'chirib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yana bir muborak hadis. O'qiyotgan namozlarimiz bu siz va bizni gunohlardan tozalab turishligiga yana bir hadis. Sarvar koinot aytdilarki, timsol qilib o'xshatib aytdilarki, agar dedilar sizlarda eshigingizni tagida bir oquvchi bir anhori bo'lsa dedilar, bir ariq bo'lsa dedilar, inson bir odam chiqib mana shu arig'ida, anhorida 5 mahal yuvinadigan bo'lsa, u odamda biror bir chang, g'ubor, kir qoladimi dedilar. Shunda sahobalar aytishdi, ya Rasululloh, bir kunda 5 mahal yuvinadigan odamda kir qolarmidi? U odamda chang, g'ubor qolarmidi? Hech narsa qolmaydi deganlarida, siz o'qiyotgan 5 vaqt namoz ham ana shunday dedilar. Demak, banda ixlos bilan 5 vaqt namozini o'qir ekan, Alloh jalla va ala uni oralarida qilgan sayyiatlariga, gunohlariga ana shu namozini kafforat qiladi. Qur'on azimi shanda Xudo taborak va taolo bu namozni fazilat to'g'risida yana bir narsaga ishora qiladi. Astaizu billah va aqimis sola
inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Namozni qoyim qiling. Albatta namoz insonni fahsh va munkar ishlardan qaytarib turadi deydi. Asr saodatda Payg'ambar alayhissalatu vassalomning huzurlariga bir odam to'g'risida shikoyat qilib kelishdi. Ya Rasululloh, falonchi odam bor-ku, shu odam namoz ham o'qiyveradi-yu, mana bu shariat qaytargan munkar ishlarini ham qilaveradi deyishdi. Shunda Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytdilarki, uni tek qo'ying, ya'ni o'z holiga qo'ying. Albatta namoz uni qilayotgan yomon ishlaridan qaytarib qo'yadi. Demak, qaranglar, biz kimnidir bir yomon ishidan qaytarishligimiz kerak bo'lsa, bir odamga mana nasihatkor kelmayapti. Demak, shariat qaytargan ba'zi bir ishlarga mubtalo bo'lib qolgan. Misol uchun Alloh asrasin aroq ichishmi, qimor o'ynashmi, shunaqa narsalarga mubtalo bo'lib qolgan. Otasi nasihat qildi, domlalar nasihat qilindi, hamma unga yaxshi bo'lsin deb nasihatlarni qilindi. Lekin nasihatkor kelmayapti. Demak, bunda yana bir ish bor ekanda. U qachonki o'sha qilayotgan gunoh ishlaridan to'xtab, keyin namoz o'qiydi demasligimiz kerak ekanda. Nima qilishimiz kerak desa, u odamni imkon qadar namozga boshlashimiz kerak ekan. Tahoratini qildirib, o'sha o'zi gunohkor bo'lib turgan, mubtalo bo'lgan ishlarini qilsa qiladi. Lekin uni biz namozga boshlashimiz kerak ekan. Namozga boshlasak, sekin-sekin uyda namoz o'qiydi, sekin-sekin masjidlarga kelib namoz o'qiydi. O'qiyotgan namozi Alloh jalla va ala o'zi va'da qilib qo'ydi. Namoz bandani munkar, fahsh ishlardan qaytaradi deb. Sekin-sekin mana shu namozi u demak noqobil insonni yo'lidan qaytishligiga sabab bo'ladi. Demak, mana bu gap noto'g'ri ekanda, bir odam noqobil ishlarga o'ralashib qolgan bo'lsa, namoz ham o'qiyotgan bo'lsa, seni o'qigan namozing nima bo'lardi, undan ko'ra mana bu ishlaringdan qayt demaslik kerak ekan. Bu odam namozda davom etaversin, inshaalloh bir kun keladi, o'qiyotgan namozi uni o'sha qilayotgan munkar ishlaridan qaytarib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan namoz haqida bir necha rivoyatlar keladi. Ana shu rivoyatlardan biri Alloh jalla va aloning maxsus farishtalari bor. Ular ikki mahalda yerda navbat almashadi. Bittasi asr mahalida, ikkinchisi tong mahalida. Demak, ana shu almashayotgan mahallarda, tong o'tayotgan mahalda, ular almashayotgan mahalda banda namoz o'qiyotgan bo'ladi. Asr mahalida ham namoz o'qiyotgan bo'ladi. Alloh jalla va alo demak bandalarini amallarini olib chiqqan farishtalardan so'rar ekan. Meni bandalarimni qaysi holatda qildingiz? Ular aytishadiki, Parvardigor, ular biz navbatga kelayotgan mahalimizda ham namoz o'qishayotgandi, navbatni topshirib osmonga chiqayotgan mahalimizda ham namoz o'qishyapti. Ha, muhtaram azizlar, 5 vaqt namozimiz bizni Alloh jalla va aloning huzurida kun bo'yi ibodat qilinganlarni demak maqomiga olib chiqib qo'yar ekan. Namoz xalqimizda bir gap bor. Ish namozni ketqazar, namoz ishni bitqazar. Bizning xalqimiz maqomlarning tagida ham ancha gaplar bor ekanda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Abu Hurayra aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. Sarvari qorat aytdilarki, ey Abu Hurayra, mur ahlaka bis-salah fa innalloha ya'tika bir-rizq min haythu la tahtasib. Ey Abu Hurayra, sen o'zing namoz o'qiyapsan, ammo ahli bola chaqangni ham esingdan chiqarmagin. Ahli bola chaqangni ham namozga buyurib tur. Albatta rizq sen o'ynamagan tomondan keladi. Demak, inson ibodatda bardavom bo'lib, doimiy namozlarini o'qib turadigan bo'lsa, uning rizqini ziyoda bo'lishiga ham bu narsa sabab bo'lar ekan. Muhtaramlar, shu o'rinda bir narsa, biz
o'zimizning namozimizdan tashqari ahli bola chaqalarimizning ham namozlariga mas'ul ekanligimizni esimizdan chiqarmaylik. O'zimiz bomdodga turdikmi, albatta farzandlarimizni uyg'otaylik. O'zimiz namozga mustahkammizmi, albatta bolalarimizga bee'tibor bo'lmaylik. Chunki har bir bola, o'g'il bola ehtilom bo'lgandan keyin, qiz bola hayz ko'rishni boshlagandan keyin ularga namoz farz bo'ladi. Ya'ni farz bo'ladi degani har biri to'g'risida ertaga qiyomat kunida Xudo taborak va taolo so'raydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar: "Avvalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat." Qiyomat kuni bilamiz, buning dahshati. Qiyomat kuni shunaqaki, qiyomat kunini oddiyroq tushuntirsak, qiyomat kunida hech kimning yuzi bo'lmaydi. Ya'ni hech kim hech kimdan xijolat qilmaydi. Shunaqangi dahshatli kun qiyomat kuni. Ya'ni bu meni otamidi, bu mening onamidi yoki ota-ona bu mening farzandlarim edi degan rioya andisha degan narsa bo'lmaydi. Qiyomat kuniga borilganda har bir farzand ota-onasiga osilib qolar ekan. Dunyo hayotida meni nima uchun namozga o'rgatmagansiz? Dunyo hayotida nima uchun meni o'zingiz namozga chiqib turib bomdodga uyg'otmagansiz? Nima uchun degan savollarni farzand ota-onasiga osilib qoladi. Qiyomat kuni bo'lganda shunaqangi dahshatli kun muhtaramizlar. Shuning uchun demak, bugun biz mas'ul bo'lgan farzandlarimiz ana bularning namozlariga e'tibor bo'lmasligimiz kerak. Alloh jalla va ala hadisi qudusiyda shunday deydi: "Men bandalarimga farz qilgan namoz, farz qilgan roza, xullas men bandalarimga nimaki farz qilgan bo'lsam, undan-da ko'ra menga mahbubroq amal yo'q" deydi Xudo taolo. Ya'ni, demak, namoz masalasiga oladigan bo'lsak, bir odam bomdod namozini qazo qilgan, ana shu bomdod namozini qazosini o'qimadida, uni o'rniga bir umr nafil o'qidi. Ulamolarimiz aytadiki, ana shu 2 rakat bomdod namozini qazosiga o'tadi, bilsa yo'q o'tmaydi. Qarang, 2 rakat bomdod qazo qilgan, umrbod nafil namoz o'qidi. Qazosini o'qib bermadi uni. Umrbod o'qigan nafili uning o'rniga o'tadi, bilsa yo'q o'tmaydi. Nafilga alohida fazilat olaveradi-yu, ammo qazosiga o'tmaydi. Shuning uchun muhtaramlar, insonchilik ba'zi bir holatlarda isyon qilib, kamchilik qilib namozlarimizni qazo qilgan bo'lsak, ana shu namozlarimizni qazolarini bir qator joyga qo'yib olishimiz kerak. Uyimizga bir chiroyli bir daftar qilib, kalendar qilib, o'sha qoldirilgan namozlarimizni yozib chiqib, imkon qadar ularni har kuni bir o'zingizga vaqt qilib olib, hech bo'lmasa bir kunda bir kunlik namoz o'qib qo'yiladigan bo'lsa, Alloh jalla va ala mana hayotimizga yana 50 yil umr bergan bo'lsa, 50 yil mobaynida qancha namoz o'qib olsa bo'ladi. Qazo namoz masalalarida qazo namozini o'qiyotgan odam bitta azon aytadi, qolganlariga takbir aytib qazo namozlarini o'qiyaveradi. Mana misol nafil namozlarini o'qish uchun taqiqlangan mahallar bor. Bomdod namozidan quyosh chiqquncha biz nima qila olmaymiz? Nafil namoz o'qiy olmaymiz. Ammo ruxsat berilgan qazo namozi bor odam bo'lsa, o'sha bomdod azon aytilgandan to quyosh chiqishga yaqin bo'lguncha ham qazo namoz o'qisa bo'ladi. Buni nima qiladi? Ammo bitta narsa. Alloh jalla va aloga qaysi bir gunohni qilindimi? Gunohni Xudo taolo satr qilib bekitib qo'ydimi? Uni odamlarga ochmaslik kerak. Misol uchun, namoz qazo qilish kabira gunoh. Gunoh qilishlikka qilib qo'yildimi? Alloh uni satr qilib bekitib qo'ydimi? Uni endi hammani oldida namoz o'qib yurish yaxshi emas. Ya'ni qazo namozi. Shuning uchun bekitib uyimizda imkon qadar, demak, qazo namozlarimizni adosini joyiga qo'yib qo'yish kerak. Qazo namozi turgan odam imkon qadar nafillardan ham ko'ra qazo namozlarini ado qilish kerak. Xo'p, demak, hadis qudusiyga qaytamiz. Xudo taolo aytadiki, menga eng mahbub bo'lgan amal men farz qilgan narsalarimdir deydi. Ya'ni namozlarning ichida eng afzali Xudo taologa Alloh farz qilgan namozlar. Endi banda farz namozlarga mahkam bo'ldi.
5 vaqt namozlarni juda chiroyli o'qiyapti. Endi keyingi etap bor. Keyingi yo'l. Keyingi etapda nima qilsin? Keyingi etapda endi nafli ibodatlarga ham mahkam bo'lsin. Hadis qudusiyning davomida Xudo taolo aytadiki, agar deydi bandam nafli ibodatlarga berilsa, nafli ibodatlarni qilsa deydi, men u bandamni yaxshi ko'rib qolaman deydi. Endi maqomning kattaligini ko'ryapmiz. Alloh jalla va aloning muhabbatiga sazovor bo'ladi kim farziy ibodatlarni bajargandan keyin nafli ibodatlarga ham mahkam bo'lsa. Chunki erta qiyomat kuni bo'lganda Xudo taborak va taolo bir bandani olib kelganda bandani farzlarini, farz namozlarini ko'rilganda, agar farz namozlarini ichida ba'zi bir nuqsonlar bo'lsa, misol 4 rakat o'qiyman deb 3 rakat o'qib qo'ygan, 3 rakat o'qiyman deb 2 rakat o'qib qo'ygan, shunaqangi nuqsonlari bo'ladigan bo'lsa, Alloh jalla va ala o'zi bilib turib farishtalardan so'rar ekanki, bandamni nafl namozi ham bormi derkan. Ha, nafl namozi ham bor deganda olib kelinglar derkanda, o'sha farzni undan to'ldirib qo'yinglar derkan deydi Alloh. Demak, banda endi farz ibodatlariga astodil bo'lib, nafllarga ham mahkam bo'lib qoldimi? Xudo taolo aytadiki, u men bandamni yaxshi ko'rib qolaman deydi. Endi qaysiki bandamni yaxshi ko'rsam deydi, uning ko'radigan ko'zi bo'laman, eshitadigan qulog'i, yuradigan oyog'i, ushlaydigan qo'li bo'laman. Ya'ni bu nima degani desa, banda agar nafli ibodatlariga mahkam bo'lib qolsa, bu hadisni sharhida ulamolarimiz aytadiki, men bandamni ko'radigan ko'zi bo'laman degani, qachonki u ko'zi bilan bir gunohni ko'raman desa, o'sha gunohdan men to'xtatib qo'yaman deydi Xudo taolo. E'tibor qilyapsiz-a? Demak, nafli ibodatlarga mahkam bo'lgan odamga beriladigan maqomni bittasi, qachonki banda ko'zi bilan bir gunohni qilaman desa, Xudo taborak va taolo shu gunohdan uni qaytarib qo'yadi. Qachonki qulog'i bilan bir gunohni eshitaman desa, Xudo taborak va taolo ana shu gunohli narsani eshitishdan qulog'ini man qilib qo'yadi, to'sib qo'yadi. Qachonki banda gunohga boraman deb oyog'ida qadam bosaman desa, Xudo taborak va taolo gunohdan to'xtatib qo'yadi. Qachonki qo'llari bilan bir gunohni qilaman desa, Xudo taborak va taolo uni gunohlardan qo'lini to'sib qo'yadi. Demak, naflni ko'ryapsizlar muhtaram azizlar. Naflni qanaqangi o'ziga yarasha fazilatlar bor. Endi nafli ibodatlarning turi ko'p. Shularga bir qisqacha to'xtalib o'tamiz. Nafli ibodatlarning sultoni, podshohi bu tahajjud bo'ladi. Kechasida o'qiladigan namoz. Tahajjudning eng afzali bitta uxlab turish. Chunki odam uyg'oq holatida soat 2 gacha uyg'oq bo'lib, keyin tahajjudni o'qib uxlasa, mayli Alloh qabul qilsin. Lekin uxlab turib o'rnidan turish qiyin ekanda. Hammamizda ham bo'ladi. Uxlab turib o'rnidan turish bu juda qiyin narsa-da. E'tibor qilinglar, mana shunaqangi uyqu bosadi, ammo tahajjudga turib, tahajjudingizni o'qib, bomdodlarni o'qib uyga borsangiz, o'sha uyqu yo'q. Nimaga? Chunki inson uxlab yotgan mahalda tahajjudga, bomdodga turaman desa, shayton uni qovoqlarini silab turar ekanda. Hadi uxlang va vaqt bor. Yana ozgina uxlagin, ozgina yana bir 5 minut uxlagin. Ana shunda agar ozgina shaytonga yo'l bersangiz, qarasangiz o'zi bomdod qolganda. Demak, nafli ibodatlarning sultoni tahajjud hisoblanadi. Endi tahajjudning vaqtini eng afzal mahali bomdod ozoniga yaqin holat. Mana misol uchun hozir 2:57 adashmasam bomdodga ozon aytiladi. Demak, 2:57 bo'ladigan bo'lsa, hozirgi mahalda soat 1:30 dan boshlab shu 2:50, 2:45 largacha bo'lgan mahal eng afzal mahal. Ya'ni kechani 3 qismga bo'linadi. Shomdan bomdodga ozon chaqirilguncha 3 qismga bo'linadi. Oxirgi 3-qism tahajjudning eng afzal mahali. Nima uchun? Chunki mana o'zimiz hammamiz ham boshimizdan o'tkazamiz. Ana shu oxirgi mahalda shunaqangi odamni uyqu bosadi, shunaqangi uyqu bosadi. Juda turish qiyin-da.
haqiqatan qiyinda. Kechani o'rtasida turib olish biroz osonroq. Kechasini avvali ham biroz oson. Ammo oxirgi qism juda qiyinda. Juda qiyin. Shu bilan birga oxirgi kechaning 3-qismida Alloh jalla va alo o'ziga xos sifatlar ila dunyo osmoniga tushib, qani mendan istig'for so'raydigan odam bormi? Men gunohini kechib yuboraman deb turadi. Qani mendan kasaliga shifo so'raydigan odam bormi? Men shifo berib yuboraman deydi Xudo taolo. Qani qarziga najot so'raydigan odam bormi? Men qarziga najot berib yuboraman deydi Xudo taolo. Qani o'g'lini qori qilaman deydigan odam bormi? Men o'g'lini qori qilib yuboraman agar shu mahalda turib mendan so'rasa deydi. Ya'ni Alloh jalla va alodan kechaning oxirgi 3-qismida neneki so'ralsa, Alloh jalla va alo ijobat qilib yuboradigan. Mana ichimizda o'g'lim ertaga yaxshi inson bo'lsin, salohiyatli inson bo'lsin degan kishilar o'tiribsizlar. Hammamiz ham niyatimiz shu. Bir shayxning ajoyib tajribalari bor ekanda. Bolalarga dars berar ekanlar-da. Bolalarning ichida sal o'zini yo'qotib qo'ygan bola bo'lsa, ota-onasiga telefon qilar ekanlar. "Voy palonchi, ayolingga ayt, o'zingga ham shu gapim, sal o'zingni o'nglab ol. Sal ko'proq gunoh qilgan ekansan. Ko'proq gunohga o'ralashib qolsan, chunki bolangni darsi yurmibdi" der ekanlar. Haligi ota-ona darrab o'zini o'nglab, qachqurun tahajjudlarini o'qib, ro'zalarni tutib, mahkam bo'lgandan keyin telefon qilar ekanlar-da, "Ha, alhamdulillah, bolangni darsi yurishi boshladi." Demak, muhtaramazlar, bolam salohiyatli bo'lsin degan odam o'zi salohiyatli bo'lishi kerak ekanda. Xusus nafli ibodatlarga, o'sha tahajjudlarga mahkam bo'lish kerak. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf marhum shu kishini oldilariga bir odam kelib turib, duo qiling, meni ham farzandim sizga o'xshasin deganda bir ajoyib gap gapirgan ekanlar. "Men duo qilaman-u, olmasan Muhammad Yusuf bo'lishing kerak-da" degan ekanlar. Ya'ni meni otam bo'lishing kerak. Meni otamdakka taqvodor bo'lishing kerak. Meni otamdakka ibodatli bo'lishing kerak. Meni otamdakka sen dinga xizmat qilishing kerak. O'shanda seni farzanding bo'ladi. Demak, tahajjudni imkon qadar bir kun turib o'tirib 20 rakat o'qib shu bilan qoldirib qo'ygandan ko'ra 4 rakat o'qing, bardavom bo'lsin. Umringizni oxirigacha o'qing. Tushunarlimi muhtaramlar? Demak, 20 rakat qiynalib o'qib, shu bilan ertasidan to'xtatib qo'ygandan ko'ra 4 rakat o'qingda, umringizni oxirigacha tahajjud qiling. Keyingisi, mana bomdod namoziga keldik. Bomdod namozini jamoat bilan o'qidik. Mana ustozlarimiz bu narsani sizlarga o'rgatishgan. Bomdod namozini jamoatdan o'qilgandan keyin bir endi ozgina kutib turamiz. Nimani kutib turamiz? Quyoshning chiqishini. Quyosh bir terak barobar. Ya'ni mana quyosh chiqish vaqtini taqvimda ko'rsatgan, shunga 12 minut yoki 15 minut qo'shib qo'yamiz. Shundan keyin ishroq namozi bor. Ishroq namozini 2 rakat o'qiladi. Niyatini xoh nafl deng, xoh ishroq namozi deng, mayli. Endi buni savobini kattaligini qarang. Kim jamoat bilan namoz o'qib, o'tirgan joyida tong otguncha turib, demak, quyosh chiqqandan keyin ozginadan keyin 10-15 minutdan keyin 2 rakat ishroq namoz o'qisa, bitta umra, bitta haj. Ko'ryapsizmi? Katta gap. Mana hajga borib kelgan otaxonlarimiz qanchalik mashaqqatligini bilasizlar? Umrani qanchalik mashaqqatligini, qancha unga pul ketishligini bilasizlar? Buni har kun topib olsa bo'lar ekan. Nima qilamiz buning uchun? Buning uchun jamoatda namoz o'qiymiz. Domlalarimiz mana o'qib berishadi ustozlar. Ozgina kutib turamiz, quyosh chiqadi. 10 daqiqadan keyin o'sha 2 rakatni o'qiymiz, duo qilib chiqib ketamiz. Bitta umra, bitta haj. Qarang, katta savob. Endi shu o'rinda bir narsa. Ichimizda ota-onasi hayot aka-ukalarimiz o'tiribsizlar, ukalarimizlar. Omon-sizlarga bir kunda 100 marta haj, 100 marta umra qilish imkoni bor. Bilasizlarmi bu qanaqa? Ota-onangizni yuziga bir marta rahm, marhamat nazari bilan shunday bitta qarash o'ziga Xudo taolo bitta haj, bitta umrani yozib qo'ydi. Sahobalardan bittalari so'rashdi: "Ya Rasululloh, bir kunda 100 marta qarasachi?" deganlar. Bir kunda 100 marta qarasa ham dedi. Qarang. Xo'p, demak nafli ibodatlarga qaytamiz. Mavzudan tashqariga chiqmaylik. Xo'p, demak biz
tahajjudni o'qidik, keyin ishroqni o'qidik. Ana ishroqdan keyin ozginadan keyin o'zi nima? Bizda zuho namozi boshlanadi. Ha? Zuho namozi 4 rakat. Bunda zuho namozini o'qilgandan keyingi va'da shunaqaki, Alloh jalla va ala uni kun bo'yi unga kifoya qiladi, Xudoy taolo. Ya'ni kifoya qiladi deyilgani, uni balo ofatlardan, har xil zilzilalardan, har xil tom bosib qolish, o'tda yonib ketish, shunaqangi balo ofatlaridan o'zi asraydi. Endi zuho namozini o'qib bo'ldik, peshin namozi bo'ldi. Masjidga kelyapmiz. Biz o'zimiz bilgan nima bor? 2 rakatli tahiyatul masjid bor. Masjidning salomi. Ammo yetib kelganingizda masjidda azon aytilgan bo'lsa, o'sha siz o'qiydigan 4 rakat sunnatining o'zi shu tahiyatul masjid. Tushunarlimi, muhtaramlar? Demak, peshin namozini ham o'qib bo'ldik. Endi asr namoziga yaqinlashdik. Asr namozida muhtaramlar, asr namoziga keldik. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan muborak hadis bor. Kim asrdan avval, xufton namozidan avval 4 rakat namoz o'qib qo'ysa, Alloh unga rahim qilsin deb Janobimiz haqqiga duo qilganlar shu odam. Janob Rasulullohning duolariga musharraf bo'laman degan odam, demak, asrdan oldin 4 rakat namoz o'qisin. Asr namozini o'qib bo'ldik, endi shom namozi. Shom namozini o'qib sunnatlarni o'qib bo'lgandan keyin avvabin namozi bor. Avvabin namozi. Buni eng ozi 4 rakat, u yog'i 20 rakatgacha ham o'qisa bo'ladi. Boyaga aytgan gapimiz, bir marta 20 rakat o'qib keyin tashlab qo'ygandan doimiy 4 rakat o'qing, mana shu afzal. Ammo vaqtlari yaxshi odamlar bo'lsa, mayli 6 rakat, 8 rakat, 20 rakatgacha o'qib qo'ysa mayli. Endi avvabin namoziga beriladigan va'da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan muborak hadis bor. Kim shom namozidan keyin 4 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, uning gunohlari dengizning ko'pigichalik bo'lsa ham Xudo taborak va taolo uning gunohlarini kechiradi deganlar. Juda ham katta va'da, muhtaramlar. Dengizning ko'pigichalik bo'lsa ham uning gunohlarini Xudo taborak va taolo kechiradi. Shu bilan birga yana bitta va'da, Alloh jalla va ala uning xotimasini go'zal qiladi. Hammamiz ham umidimiz bor, muhtaramlar. Iymonga kelganimizdan bariga hammamiz umidimiz bor. Alloh xotimamizni chiroyli qilsa, iymon bilan dunyodan ketsa-ga, demak kim shom namozidan keyin 4 rakat eng qisqa 4 rakat namoz o'qib Allohdan umid qilsa, Alloh gunohlarini kechiradi, shu bilan birga xotimasini go'zal qiladi. Bir kun men o'zim sinab ko'rdim. Shom namozini o'qigandan keyin nafl namoz o'qigan odamlar terilib o'rnidan turdi, chiqib ketadiganlar chiqib ketdi. Masjid xonaqosidan chiqib darvozaxonaga yetib borguncha bu yoqda nafl namoz boshlagan odamlar o'zi 2 rakat o'qib bo'ldi. Juda ham qisqa mahalda, muhtaramlar. Qisqa mahalda endi erishilgan yutuqni kattaligini qarang. Gunohlarni kechirilishligi va xotimani go'zal bo'lishligi. Shu o'rinda men bir bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Ustozul kul bu joyda mana Kamoliddin domlamiz ham yaxshi biladilar, ustozlarimiz yaxshi bilishadi. Bizda mana shaharda Jami masjid deb qo'yamiz, katta masjid. Jami masjidda Shamsiddin qori domlam rahmatullohi alayhi o'tganlar. Alloh rahmat qilsin. Juda ko'pchilikka ustoz bo'lganlar u kishi. Domlalarimiz ham albatta ularda shogird bo'lib ustozlik qilishgan. Shu kishi shom namozidan keyin 20 rakat shu namozni o'qir ekanlar, avvabin namozini. Misol bundan 2 rakati otamga deb savobini, 2 rakatini onamga deb, 2 rakatini ustozimga deb, 2 rakatini Janob Rasulullohga deb, xullas 20 rakat namoz o'qir ekanlar, shomdan keyingi odatlar. Endi bu kishini xotimalarini go'zal bo'lgan. O'zlari murattab qori bo'lganlar. Oxirgi damlargacha xatmga o'tganlar. Qari, ulug' katta yoshdalar, lekin xatmga o'tardilar. Xonadonlardan birida xatm Qur'onga borilgan, xatmda o'zlari o'tganlar. O'tganlaridan keyin
uylariga qaytayotganlarida odatda shofyor bola olib kelib turib gaplashib kelarkan, odatda qordondan uxlab qolar ekanlar. To uylariga kelguncha. Shofyor bola gaplashib kelgan, ovozlari kelmay qolgan, ha domlam uxlab qoldilar degan. Eshikni tagiga borib to'xtalgandan keyin ozgina odob bilan kutib turgan. Domlamdan demak ovoz yo'q. Keyin domla deb uyg'onsa, o'sha tog'da o'zi u kishining ruhlari qabzi ruhi bo'lgan ekan. Xotimani go'zalligini qarang, muhtaramlar, go'zalligini. Birinchidan Ramazon sharif. Itqun minan nor, do'zaxdan ozod qilingan, jannat eshiklari ochilingan, gunohlar kechirilgan holatda. Qolaversa, o'zlari xatm Qur'onni o'qib, Allohning kalomini o'qib, mehrobda o'qib berib, yana ro'za niyatida uylariga kelayotgan mahallarida shu bilan birga u joyda o'sha borishgan xonadonda saharlik qilishgan va saharlikda ro'zaman deb turib og'izlarini bekitganlar. Xotimani go'zalligini ko'ryapsiz-a? Demak, shom namozidan keyin eng kamida kim 4 rakat namoz o'qib Allohdan umid qiladigan bo'lsa, Parvardigori olam, demak u odamning gunohlarini kechiradi va yana Xudo taborak va taolo uning xotimasini go'zal qiladi. Va yana nafli ibodatlarni yana bittasini aytib qo'yamiz. Bu ham bo'lsa hojat namozi muhtaramlar. Sahobiy ikromlar odatlari uylarida bitta tuzlari kamayib qolsa ham chiqib 2 rakat namoz o'qib, hojat namozini o'qib, Xudo taolodan hojatlarni so'rashadi. Demak, biz ham shunaqa bo'lishimiz kerak. Nimadir biznes boshlamoqchisiz, nimadir ish boshlamoqchisiz, nimadir uyda kamchiliklar bor, ro'zg'orda kamchiliklar bormi? 2 rakat hojat namozini o'qiladida Alloh jalla va alodan hojatni so'raladi. Va yana bir namoz bor. Buni namozning oti istig'for namozi. Bandamiz, xato qilamiz, kamchiliklarimiz bor, insonchilik bir xatoni, kamchilikni qilib qo'ysak, Alloh jalla va alodan umid qilib 2 rakat istig'for namozini o'qiladi va so'ngidan duo qilinadi. Shoyat Xudo taborak va taolo bandani gunohlarini kechirsa. Alloh jalla va alo barchalarimizni eshitganlarimizga amal qilishimizni Xudo taolo o'zi nasib aylasin. Bizlarga bergan buyuk ne'mat, iymon ne'matini Xudo taolo bardavom aylasin. Parvardigori olam barchalarimizni bu buyuk ne'mat ila oxirgi damlarimizda ham birga bo'lishimizni Alloh muyassar aylasin.